Laktatsiya inqirozi bu nima va nima qilish kerak? Bola 2-3 oylik bo'lganda onalar ko'pincha menga murojaat qilishadi. Sutim yo'qolib qoldi. Ko'kragimda to'lqinlarni his qilmayapman. Nima qilishimni bilmayapman. Bu davrda ko'krak allaqachon doimiy laktatsiyaga moslashgan bo'ladi. Bungacha siz tolishni his qilardingiz, o'zingizni xuddi bidonchadek sezardingiz, lekin endi haqiqatan ham to'lqinlar yo'q va hatto ko'kragingizni homiladorlikdan oldingidek his qilishingiz mumkin. Endi laktatsiya qanday ishlaydi? Ishlang tizimi bo'yicha. Ya'ni biz kranni ochamiz, sut chiqadi, biz kranni yopamiz, sut chiqmaydi. Kranni kim ochadi? Albatta, bu chaqaloqning emishi. U emishni boshlaydi, organizmimizning ichidan sut oqib chiqishni boshlaydi. Shuning uchun xavotir olmang, hammasi joyida. Doimiy laktatsiya davrida bolaga qancha sut kerak bo'lsa, shuncha ishlab chiqariladi. Bola organizmida nima sodir bo'ladi? Unda keskin rivojlanish sakrashi yuz beradi. Kecha shuncha sut kerak edi, bugun esa ko'proq. Nima qilish kerak? Birinchidan tinchlanish kerak. Ha, bola baqirishi, ko'krakda o'zini yomon tutishi mumkin, lekin biz bolani tez-tez, ko'p marotaba ko'krakka qo'yishimiz kerak. Kunning ikkinchi yarmida oyoqlarni issiq suv solingan tovoqchaga solish mumkin. Bola ko'krakka qo'yilganda ajoyib sut kelishi bo'ladi. Vannada yoting, dam oling, tinchlaning. Nima sababdan sut yo'qolib ketadi? Biz muzlatilgan sut yoki aralashma beramiz. Bola yaxshi uxlaydi, ko'krakka qo'yish bo'lmaydi va natijada organizm sutni ko'proq emas, kamroq berish kerak deb o'ylaydi. Laktatsion inqiroz nomi onalarni juda chalg'itadi, bu ularni adashtiradi. Axir bu laktatsiya inqirozi emas, bu shunchaki bolaning rivojlanishdagi sakrashdir.